Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun kichik do'stlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan hikoyamiz Alloh bizni ko'rib turdi. Bir kuni muallim o'quvchilarga mundaq debdi: "Sizlar bu almalarni birdan elinglar va hech kim ko'rmaydigan yerga chiqib yanglar. Sizlarning bu almalarni yeganliginglarni hech kim bilib qolmasin" debdi. O'quvchilar ma'qul bo'pti. Rashidin almini o'g'ziga chiqib yebdi va meni hech kim ko'rib qolmadi deb o'ylabdi. Zulfiqar bo'lsa almini qumluqqa chiqib yebdi va meni hech kim ko'rib qolmadi deb o'ylabdi. Dilshod bo'lsa almini baqqa kirib yebdi va meni hech kim ko'rib qolmadi deb o'ylabdi. Muhammad bo'lsa almini saq peti muallimning qishiga akabdi va debdi-da: "Ey muallim, men almini yeyish uchun hech kim ko'rmaydigan o'rinni topolmadim. Hamma o'rinni Alloh subhanahu va taolo ko'rib turdi ekan" debdi. Muallim buningdan intayin xushal bo'pti va Muhammadga ko'plab duolarni qildi.